Assalomu alaykum, hurmatli diabetni davolash kanali muxlislari. Bugun juda ham oson, lekin juda ham dolzarb tema haqida gaplashamiz. Bu e, diabetni davolash kanalining chati, bizlar o'zimizni bemorlarimiz gaplashadigan chat. Bir paytni o'zida bir nechta savollar kelgandi. Qaranglar, mana bunaqa doktor Dga yoshlik gormoni yozib bergandi. O'rniga bunaqasini ichsam maylimi yoki mana Xo'p, hozir ko'rsataman. Bunaqa androgel topdim. Bunaqasini o'rniga bunaqasi o'tadimi? Yoki mana hozir tepada yozilgan hozir mana insulipon 600 ichardim, hozir kelmayapti. Doktor o'rniga nima ichsam bo'ladi? Ya'ni demak, hozir men sizlarga aytaman, necha soatning ichida bo'layotgan narsa. Bu chatni o'zida 2 soatning ichida bu savol menimcha 3 marta qaytarildi. Hozir topaylik. 2 soat emas ekan, obedgacha bo'lgan narsada. Ya'ni bu chatda o'qigan, hamma narsani bilgan bemorlar shunchalik agar qiynalayotgan bo'lsa, sizlar точно qiynalyapsizlar va buni yechimi juda ham oddiy. Eng to'g'ri yo'li doktoringizdan so'rash. Sizga shu davoni yozgan doktordan so'rash. Doktor, biz mana shu dori ichardik. O'rniga nima ichsak bo'ladi yoki shu dorini ichsak bo'ladimi deb. Ko'pchilik doktorlar hozir obratniy связьga ega. Ya'ni siz bilan masofadan ham gaplashadi. Misol uchun mana Telegramim, savolingiz bo'lsa yozing deb ko'pchilik beradi yoki telefonni beradi yoki klinika, hech bo'lmasa klinikaga telefon qilib doktorga ulab bering. Doktor, mana shu dori topilmayapti, o'rniga buni olsam bo'ladimi deb so'rash kerak. Bu eng to'g'ri yo'li. Ikkinchi yo'li ham bor. Misol uchun agar siz qanaqadir davolash gruppalarida bo'lsangiz, ya'ni mana bizga o'xshab diabet maktabida bo'lsangiz, chatdoshlardan so'rash. Bu yerda ancha diabetda opitli odamlar, diabetdan tuzalgan odamlar, ko'p ko'rikka kelgan odamlar bo'ladi. Siz misol uchun doktor shuni yozuvdilar, o'rniga nima ichsam bo'ladi deb so'rasangiz, mana bitta doktorni o'rtacha 3000, 4000, 5000 ta umumiy nazoratdagi bemori bo'ladi. Yil davomida nazorat qiladigan va sizga vaqt ajrata olmay qolishi mumkin. Bu tabiiy holat. Bunda doktordan xafa bo'lish kerak emas. Balki kechikib javob berar, ungacha siz aptekadan chiqib ketib qolasiz. Xullas, gruppadan so'rash mumkin. Uchinchi yo'li, siz internetga kirasiz va o'shani tarkibini qidirasiz. Misol uchun, Yanumetning ichida nima bor? Vildagliptin bilan misol uchun metformin yoki sitametning ichida nima bor? Sitagliptin bilan metformin. Ya'ni xuddi shu doktor yozgan narsadagi, misol uchun 50 ga 500 dozasini yozgan bo'lsa, xuddi shu dozani olib boshqa o'rnini bosuvchi tabletkalarni ichish mumkin. Mana insulipon, u alfa lipoiva kislota 600 doza bo'lsa, sizga doktor yarimta bir mahal yozgan bo'lsa, boshqa alfa lipoiva kislota, tiagamma, tiaktagamma, aktalipen, dialiponga o'xshagan dorilarni, zaminitellarini ichsa bo'ladi. Yoki mana insulin. Hozir aytishyapti, Lantus topilmayapti. O'rniga nima ukol qilsak bo'ladi? Lantusning ichida glargin degan dori bor. Misol insulin. Misol uchun Tujeo, Tresiba, yana mana bu rossiyskiy glarginlar bordi. Ana shu dorilarni yoki Qirg'izistonda o'ziga boshqa glargin dorisi, Qozog'istonda boshqa bo'lishi mumkin, lekin tarkibi bir xil dorini olib ichish mumkin va dozasi o'shanga yarasha bo'lishi kerak. Doktor misol uchun insulinni ertalab 17 nitsa qiling degan bo'lsa, xuddi shu o'rniga zaminitelini olgan bo'lsangiz, ertalab 17 nitsa ichasiz. Deb, agar bu doktor bilan aloqa bo'lmagan taqdirda. Jili bo'lmasa, agar insofli bo'lsa, aptekaga borib so'rasa bo'ladi. Agar mana shu dorini ichardim, endi doktor qaysi birini, endi bu narsa topilmayapti, o'rniga nima bor, shu tarkibli deb, ya'ni savolingizni aniq qo'ying. Misol uchun, amaril ichardim, shu tarkibli nima bor deb so'rasangiz boshqacha javob beradi-yu. Sahr dori ichardim, amaril, endi nima ichsam bo'ladi desangiz, aptekachilar ham bilimi va vijdoni har xil bo'ladi. Sizga boshqa tarkibli dorini tavsiya qilib yormasin, ertaga doktoringiz kamida xafa bo'ladi, ko'pi bilan gap eshitib olasiz. Xullas, bu shunaqa oddiy tema edi. Ozgina savollarga javob berib ketamiz. Bu hozir savollarda adresingiz qayerda degan yoki meni ham Telegram gruppangizga qo'shing, maktabingizga qo'shing degan savollar bo'ladi. Bu shu narsalar uchun to'xtalmaslik uchun aytib ketaman. O'rtoqlar, bu meni Telegramim. Mana shu Telegramni saqlanch qiling. O'zingiz tushunmasangiz, tushunadigan odamga ko'rsating, keyin gruppaga qo'shing yoki maktabga qo'shing yoki lokatsiya tashlab bering deb yozsa bo'ladi. Xo'p, ozgina savollarga qaytamiz. Meni 63 yoshdaman. Sahr och qoringa 5 tur. Glikerlangan 7. Bu nima?
Glikerlangan gemoglobin sizni qondagi gemoglobiningiz faqat bu gemoglobin kislorod tashimaydi. Gemoglobin o'pkadan to'qimalarga kislorod tashiydi. Glikerlangan gemoglobin shakar yopishib qolgan gemoglobin. Buni ichiga shakar kirib qolgan. O'rtoqlar, agar bodringni olsanglar, sabzini olsanglar, qalampirni olsanglar va shakarli suvga botirib qo'ysanglar, ustini yopib qo'ysanglar, ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bodringli murabbo yoki sabzili murabbo yoki qalampirli muammo paydo bo'ladi. Uni ichiga shakar singib o'tib ketadi. Xuddi shunaqa sizni qoningizda qanchalik shakar ko'p bo'lsa, shunchalik gemoglobiningizga, eritrotsitning ichidagi gemoglobinga shakar yopishib qoladi. Endi buni normasi o'zi 5,5% normada. 5,7 dan oshsa pre-diabet, ya'ni diabetga moyillik bor. Diabet yaqinda boshlanadi, diabet xavfi bor, diabet toki 6,5 dan oshmaguncha qo'yib bo'lmaydi. Glikerlangan gemoglobin 6,5% dan yuqori bo'lsa diabet qo'yiladi. Agar 5,7 dan oshsa toki 6,5 ning o'rtasida bo'lsa prediabet degan diagnoz qo'yiladi. Demak, 6,5 dan 7 gacha eski klassifikatsiya bo'yicha bu bemorni sahari unchalik ham yomon emas, subkompensatsiyada yuribdi, ozgina oshyapti degani. Ertalabki saharlari 7 bo'lishi mumkin, 8 bo'lishi mumkin, 9 dan oshishi yoki oshmasligi mumkin, lekin ovqatdan keyin toki 14 gacha ko'tarilishi mumkin. Kun davomida o'rtacha 10-11 da yuribdi degani. Bu baland va ba'zi bir asoratlar yuzaga kelishi mumkin, lekin 7 dan 7,5 gacha, kechirasizlar, ozgina adashmay, misol uchun 7 dan 7,5 gacha subkompensatsiya bo'lsa, bu yog'iga 7,5 dan oshib ketsa dekompensatsiya. 7 gacha bemorni kompensatsiya deb eski, bu 10 yil 20 yil oldingi hisoblanardi. Hozir bu narsa yo'qolib ketgan. 7 degani sizda diabet bor degani. Sizda kun davomida qondagi qand oshadi, o'rtacha kun davomida 10-11 yurasiz, 14 gacha oshishi mumkin degani. Xo'p, keyingisi intervyu berganda nega yuzini yashirasizlar? O'rtoqlar, ba'zi bir intervyularning yuzi ochiq, ularni o'zi uyalmasdan, qo'rqmasdan yuzini ochib intervyu bergan. Ba'zi bir odamlarni eri bor, farzandi bor, xo'jayini bor. Ular yoki o'zi uyaladi, uyatchan odamlar bor yoki panada birovga diabeti borligini aytmagan, panada qolishni xohlagan odamlarni yuzini yashiramiz. Bu jinoyat emas. Yuzi ochiqlar, yuzi yopiqlardan ko'p. Endi sizga shunaqasi to'g'ri kelib qopti. Ikkinchi tip diabetman, oyoqlarim og'riydi va nima qilsam bo'ladi. Agar siz meni videolarimni ko'rsangiz, oxirgi kun chiqayotgan videolarda oldin oyog'im og'rirdi, dieta qilib, sport qilib, davolanib, tuzalib ketdim, oyog'im og'rimayapti deb ketma-ket ikkita ayol aytdi. Mana oxirgi kunlarda chiqqan videolar. Bunaqa videolar ko'p. O'rtoqlar, vanna qilsangiz bo'ladi, kuydirib qo'ymasangiz, iliq suvga qilsangiz bo'ladi, lekin kasallikni sababini davolash kerak. Xo'p. Endi mana minnatdorchilik bildirgan, duo qilganlarni o'qimaymiz. Men marafonga qo'shilmoqchiman-da, bemalol qo'shilsangiz bo'ladi. Marafon degani biza sizlarga 2 oyga 3 mahal ovqat, nima ovqat yeyishni va 3 mahal nima salat yeyishni tayyor qilib menyu holatida beramiz. Va siz 2 oyning ichida million qadam, 2 oyning ichida ulgurmasangiz, uzog'i 3 oyning ichida million qadam yurishingiz kerak. Ko'pchilik odamga qondagi qandini tushirishga, hattoki diabetdan tuzalishga 2 oyning ichida million qadam yurish kifoya. Bu ertalab 5-6 ming qadam, kechqurun 5-6 ming qadam, kamida yurasiz, kun davomida 3 ming qadam yurishga harakat qilasiz. Shunda kuniga 15 mingdan bo'lsa, oyiga 900 ming qadam bo'ladi. Ozgina 5-6 kundan keyin 1 million qadamdan oshadi. Organizmingizda katta o'zgarishlar bo'ladi. Mana shu marafonga qo'shilish, undan tashqari yana 4 ta gruppaga qo'shilish, retseptlar gruppasi, diabet maktabi gruppasi bir marta to'lov qilinadi va bir umrga qo'shiladi. O'rtoqlar, boshqa vrachlar yoki dietologlar marafon tashkil qilsa keyin o'chirib tashlaydi. Bu yerda hamma narsa o'zingizga qoladi. 5 ta gruppaga bir umr qo'shilish hozirgi kunda 500 ming so'm. Bu juda arzon bir umrga qo'shilish bo'lgani uchun. Bemalol Telegramdan menga yozing, marafonga qo'shilmoqchiman deb. Keyin sizga tashlab beraman qanaqa qilib qo'shilishingizni. Gormonal o'zgarish
sabab sahr bo'lganman, bo'qoq ham bor, qanday tuzalsam bo'ladi? Buni endi to'liq tekshirib keyin davolash kerak. Klinik sababli juda qiziyman, terlayman, shundan qanday tuzalsa bo'ladi? Agar sizni matkangizda o'zgarish bo'lmasa, ko'kragingizda o'zgarish bo'lmasa, ya'ni o'simtalar, mastopatiyalar bo'lmasa, sizda rakka moyillik bo'lmasa, sizda hayz to'xtaganiga ko'p bo'lmagan bo'lsa, siz kelib to'liq tekshiruvdan o'tsangiz yoki doktoringizga borib to'liq tekshiruvdan o'tsangiz, sizga o'sha estradiol, progesteron degan gormonlarni yozib berishadi. Ya'ni ayollar gormoni deyishadi, ayollar gormoni emas, jinsiy gormonlarni yozib berishadi. Ular normaga kelgandan keyin Klimix o'tib ketadi. Agar sizda shunaqa rakka moyillik, hayz to'xtaganiga 10 yildan oshgan bo'lsa va matkada, ko'krakda o'sha o'zgarishlar bo'lsa, ginekolog sizga gormon yozishga ruxsat bermasa, unda o'sha ginekologni o'ziga borasiz, qizishni kamaytiradigan simptomatik davolar bor. Klimaksan shunga o'xshagan, shularni ichasiz. Xo'p, demak, shunaqa qisqagina tema edi bugun. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.